muhimi insho yozishda muhimi bu fikringizni yetkazib berishingiz. Uni strukturasi muhim emas. Strukturani bitta darsda tushunishingiz mumkin. O'ylaymanki, o'quvchida aksariyat o'quvchilarda fikr bildirishda muammo bor. Va buni qisqa vaqt ichida to'g'irlash juda ham qiyin. Qisqa vaqt ichida nima qilish mumkin? O'sha strukturani ideal qilib o'rganib olish mumkin. Va keyin hamma yoqqa o'sha strukturani tiqishtirsa bo'ladi. Sun'iy intellektda suiiste'mol qilishadi sun'iy intellektda, ya'ni noto'g'ri shaklda foydalanishadi. Misol, insho yozishga bersak yoki matndan tarjima qilishga bersak, shuni sun'iy intellekt yordamida amalga oshirishadi. Mana shu salbiy jihati haqida bu ish qilayotgan o'quvchilik nima degan bo'ladi? O'quvchilar o'ylamasa, o'qituvchi sezmaydi yoki e'tibor bermaydi. Birinchidan bu o'zligiga zarar. Buni hozir to'xtatish kerak. Osonidan boshlab odam o'zi miyasini ishlatib yozish kerak bo'ladi yoki gapirish kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt bilan o'rganadigan bo'lsa, muhit yo'q, nazorat yo'q, intizom yo'q. Mana shu hammasi asosiy muammoni shakllantiradi. Aytaylik, siz nahvni bilasiz, sarfni bilasiz, tarjima qila olasiz, lekin arab tilida gapirmasangiz, kimdir sizdan arab tilini bilasanmi deb so'raganda, ha, bilaman desangiz, keyin nimadir desa, gapira olmasangiz uyalib qolasiz. Bu juda ham xunuk holat bo'ladi. O'zi lug'at, aytaylik, umuman olganda lug'at passiv va aktivga bo'linadi. Passiv lug'at doim ko'proq bo'ladi. Tilni rivojlantirish uchun biz shu passiv lug'atni aktiv lug'atga o'tkazishimiz kerak. U qaysi uslubda bo'ladi? O'sha passiv lug'atni ko'proq ishlatish, undan foydalanish amaliyotda shu orqali biz aktiv lug'atga o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalom. O'tgan safar siz bilan yana bir marta suhbat qilishga kelishganmiz. Shu munosabat bilan chaqirdik. Yo'lmasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xursand bo'ldim. O'tgan safar siz bilan arab tilida fushani o'rganish haqida va arab tilida tarjimonlik haqida qisqacha gaplashdik. Birinchi shu suhbatimiz boshida birinchi savol shuki, sun'iy intellekt siz uchun nima? Imkoniyatmi yoki xavf? Sun'iy intellekt instrument, ish quroli, foyda olish kerak undan. Zararlarni chetlab o'tish kerak. Foydali tomoni ishlataman odam uchun foydasi bor, zararli tomoni ishlataman odam uchun zarari ham bor. Shunaqa. Sun'iy intellekt o'quvchiga ustoz bo'la oladimi yoki bo'ladimi? Yo'q, menimcha hech qachon sun'iy intellekt ustoz bo'la olmasa kerak. Lekin assistent, ya'ni yordamchi sifatida yaxshi rolni bajarib bera oladi. Bu assistent degan paytimizda kim tomonidan qarashimiz kerak? O'quvchi bo'lib turib o'qituvchini assistent deb qarashimiz kerakmi yoki o'qituvchi o'zini o'quvchiga dars berishga assistent deb qarashimiz kerak? Ikkala tomonga ham. O'qituvchi o'zini vaqtini tejash uchun ishlatsa bo'ladi. Qanaqadir takrorlanadigan ishlarni, unaqa katta nazorat talab qilmaydigan, lekin juda ham ko'p vaqt ketadigan ishlar uchun assistent sifatida sun'iy intellektdan foydalansa bo'ladi va bu kerak deb o'ylayman, chunki o'qituvchini vaqti juda ham qadrli vaqt. O'quvchi bo'lsa, o'quvchi uni o'sha ma'lumotlarni qidirish uchun yoki uyga vazifalarni tekshirish uchun yoki qanaqadir tarjimon sifatida ishlatsa bo'ladi. Yordamchi sifatida demak, yo'lboshchi deymizmi? Yo'lboshchi to'g'ri bo'lmasa kerak, yordamchi sifatida. O'quvchini o'zi hech qanday ustoz nazoratisiz sun'iy intellekt orqali bir narsani o'rganishi qanchalik to'g'ri bo'ladi? Mumkinmi yoki deylik birorta o'quvchi ustozi bor. Ustozini nazoratsiz sun'iy intellektdan o'zi istaganday foydalanyapti. Bu qanaqa? Bo'ladi. Faqatgina o'sha o'qituvchi uni yo'l boshlab turish kerak, unga yo'l ko'rsatib turish kerak. Sababi tajribani hech qaysi sun'iy intellekt o'rnini bosa olmaydi. Tajriba juda ham muhim. Ya'ni ustoz o'zi nimaga kerak? O'quvchini uzun yo'lini qisqartirib berib, osonlashtirib berish uchun kerak. Yaxshi ta'rif bo'ldi shu. Shunaqa. Sun'iy intellekt buni hech qachon bajarib bera olmaydi. Sizga ma'lumotlar to'plamini berishi mumkin, yo'llarni berishi mumkin, variantlarni berishi mumkin, lekin hech qachon sizga aniq yo'nalish bermaydi. Siz uni boshqarishingiz kerak, u siz emas. Sun'iy intellektni bitta ensiklopediyada shunaqa tarjimon, ensiklopediya yoki yordamchi sifatida ishlatish kerak deb o'ylayman. Tan olamizmi, yo'qmi? Jamiyatda o'sha bunaqa toifa bor. Ya'ni sun'iy intellektdan hech qanday ustoz nazoratiz foydalanib, faqatgina shu o'zi orqali bir til o'rganish mumkin deb qaraydigan toifa bor. O'sha kishigina tavsiya bergan bo'ladi. Shunaqa, misol uchun boshqa tillarni o'rgansa bo'ladi, bunaqa holatda qaysidir miqdorda, misol uchun ingliz tilini. Ingliz tili ham o'zi sun'iy intellekt bilan birga yaxshi moslashgan.
Lekin arab tili hali u darajaga yetib bormagan, yetib borsa ham bu juda ham qiyin. Ya'ni sun'iy intellekt bilan arab tilini to'liq o'rganib bo'lmaydi. Lekin misol uchun gapirish mahoratini rivojlantirish uchun ishlatsa bo'ladi, lug'at sifatida ishlatsa bo'ladi yoki qanaqadir qoidalarni soddalashtirib tushuntirib berish uchun ishlatsa bo'ladi. Ya'ni kitob sifatida. Lekin to'liqligicha baribir sun'iy intellekt menimcha o'rgata olmaydi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Sizning nazdingizda arab tilini, aynan arab tili, boshqa chet til emas, aynan arab tilini sun'iy intellekt orqali o'rganaman, ustozsiz faqat sun'iy intellekt orqali o'rganaman degan odam uchrashi mumkin bo'lgan eng katta muammo nima bu? O'quvchi duch kelishi mumkin bo'lgan eng katta muammo bu intizom yo'qligi. Intizom yo'qligi va o'qituvchining nazorati yo'qligi. Agarda o'quvchi o'zi o'rganaman deydigan bo'lsa, sun'iy intellekt bilan birinchidan nazorat bo'lmaydi, o'qituvchining nazorati yo'q. Demak, intizom ham bo'lmaydi. Sababi shaxs o'zini intizomini saqlashi juda ham qiyin. Bu bir. Ikkinchidan muhit bo'lmaydi. Ya'ni boshqa o'quvchilar ham o'rganayotganini ko'rib, ulardan motivatsiya olishi mumkin, ular bilan gaplashishi mumkin, ularga savollar berishi mumkin va ular bir-birini o'sha ko'proq o'qishga, nimadirlarni o'rganishga undashi mumkin. Sun'iy intellekt bilan o'rganadigan bo'lsa, muhit yo'q, nazorat yo'q, intizom yo'q. Mana shu hammasi asosiy muammoni shakllantiradi. Yana bitta narsa qo'shimcha qilgan bo'lardim. Talaffuz masalasi ham menimcha rasvo bo'lgan bo'lardi. Shunaqa. Sun'iy intellektning o'zidagi talaffuzi juda ham past darajada. U bilan gaplashsangiz arab tilida xuddi ingliz odam arab tilida gapirishga harakat qilayotgandek bo'ladi. Shu sababdan ya'ni gapirishni rivojlantirish uchun ishlatish mumkin deganda nimani nazarda tutyapman? Uni savol beruvchi sifatida ishlatish mumkin. Undan o'rganmaysiz, talaffuzga e'tibor bermaysiz. Menga mana shunaqa savollar ber, men mavzuda gaplashamiz deyishingiz mumkin. Sizga savollar beradi, siz javob berasiz. Sizdagi xatolarni aytadi, sizni gapingizni eshitadi, o'shanga mos yana bitta savol beradi keyingi mavzularga o'tish uchun. Shu shaklda ishlatsa bo'ladi. Sababi arab tilini o'rganadigan ko'pchilik o'quvchilar muhaddasani rivojlantirmaydi. Ya'ni arab tilida hech qachon gapirmaydi. Yoki gapirsa ham juda ham kam miqdorda gapiradi. Va bahona qilishadi, ustoz yo'q, yoki sherik yo'q, yoki vaqt yo'q. Ana mana shunaqa holatlarda sun'iy intellekt foyda beradi. Xohlagan payt telefoningizni ochasiz, mana bunaqa mavzuda gaplashamiz deysiz va u sizga savollarni beradi, siz unga javoblarni berasiz va shu tariqa suhbatni olib borsanglar bo'ladi va muhaddasa rivojlanadi, ya'ni gapirish mahorati. Tushunarli. O'rniga kelganda bu mavzudan sal chekka chiqib turibdi, savol bermoqchiman. Mana shu muhaddasani shakllantirish uchun harakat qachondan boshlash kerak? Eng avvalgi darsdanmi yoki ma'lum darajagacha qat'iy e'tibor bermasa ham bo'ladi? Birinchi darsdan boshlash kerak. O'rgangan narsani bittada qo'llash kerak. Til bu muloqot. Aytaylik, siz nahvni bilasiz, sarfni bilasiz, tarjima qila olasiz. Lekin arab tilida gapirmasangiz, kimdir sizdan arab tilini bilasanmi deb so'raganda, "Ha, bilaman" desangiz, keyin nimadir desa, gapira olmasangiz uyalib qolasiz. Bu juda ham xunuk holat bo'ladi. Shu sababdan boshidan gapirish kerak. Til bu muloqot. Ya'ni gapirsangiz til yashaydi. Til hayot bo'ladi, tirik bo'ladi. Agar unda gapirmay qo'yadigan bo'lsangiz, xuddi lotin tiliga o'xshab qoladi. Lotin tilida ham misol uchun lug'ati bor, tarjima qilishadi, uni o'qishadi, lekin unda hech kim gaplashmaydi. Shu hech kim gaplashmagandan keyin u o'lik til sanaladi. Tarixiy o'lik til. Arab tili o'lik til emas, unda gaplashish kerak. Birinchi darsdan boshlash kerak. O'rganayotgan qoidalaringiz, o'rganayotgan lug'atlaringiz hammasini qo'llashingiz kerak. Shunda yaxshi natijaga erishasiz. Ko'pchilik aytadi, birinchi o'sha qoidalarni o'rgan, keyin lug'atni oshir, keyin tarjimaga o't, keyin mutolaaga o't, keyin gapirib ketasan o'zing. Bu hech qachon bo'lmaydi. Hammasini birga olib ketish kerak. Til o'sha 4 ta mahorat bo'ladigan bo'lsa, hammasini birgalikda olib ketish kerak bo'ladi. O'shandagina to'laqonli o'rganasiz, yaxshi natijaga tez chiqasiz. Bo'lmasam, o'qish jarayoningiz 5-6 yilga cho'ziladi, lekin natija unaqa qoniqarli bo'lmaydi. Hozir siz aynan shu sohada mutaxassissiz, tarjimonsiz, albatta muhodasa bo'yicha sizga bemalol ko'proq murojaat qilsa bo'ladi aslida. O'rniga kelib yana bir savol so'ramoqchiman. Bu sizning shaxsiy tajribangizdan kelib chiqqan holatda javob berilgan savol. Tasavvur qiling, arab tilini endi o'rganishni boshladingiz. O'sha birinchi marta qancha bo'ldi o'rganishni boshlaganingizga o'sha holatdasiz.
shu aql zakovati, shu tajribangiz bilan birinchi o'rinda nimaga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda so'z boyligini oshirishga qaratgan bo'lardim. So'z boyligini oshirishi ham o'zini uslubi bor. Ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik shu qator so'zlarni takroran o'qib yodlaydi. Bunaqa holatda miya to'liqligicha bu jarayonga kirmagan bo'ladi. To'liqligicha ishtirok etmaydi va shu sababdan bir haftadan keyin esdan chiqib ketadi bu so'zlar. Passiv so'z bo'lib qoladi. Shunaqa esdan chiqib ketadi va bunda o'zini xatolari bor. Birinchidan kontekst yo'q. Siz bu so'zni yodlab oldingiz deylik, qayerda ishlatishi, qaysi holatda ishlatishi bilmaysiz. Va kelajakda agar gapirib ketadigan bo'lsangiz, arab so'zlarini ishlatgan holda o'zbek tilida gapirib ketasiz. Ya'ni sof arabiy nutq chiqmaydi u paytda. Arabcha so'zlarni ishlatgan holda o'zbek tilida gapirib ketasiz. Bu juda ham xunuk eshitiladi. Qo'pol lafzlar, qo'pol bo'ladi va o'zbek tilida bor iboralar arab tilida yo'q. Arab tilida bor iboralar o'zbek tilida yo'q. Shu sababdan bu to'g'ri kelmaydi. To'g'ri uslub lug'at boyligini oshirish uchun bu kontekst bilan birga yodlash. Kontekst nima deydigan bo'lsak, mazmun. Ya'ni jumlada so'zi o'zini mazmuni bo'ladi, atrofida boshqa so'zlar bo'ladi. O'sha so'zlar bilan birgalikda yodlash kerak. Va bunda siz ham bu so'zni yodlaysiz, ham atrofidagi so'zlarni ham yodlaysiz. Va ikkinchi uslubi, ikkinchi qadam to'g'rirog'i bu o'sha yangi yodlagan so'zlaringiz bilan jumlalar tuzish. Har bitta so'z bilan 10 ta jumla tuzadigan bo'lsangiz, ma'nosi tugallangan to'liq jumla, shunda miya to'liqligicha 100% bu jarayonga kirgan bo'ladi, moslashgan bo'ladi va miyangiz ishlagan sari bu so'z bilan bu so'z sizni esingizda qolib ketadi va keyinchalik lug'at sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Takroran o'qib, sanoq qilib yodlayveradigan bo'lsangiz, undan foyda yo'q. Taxminan odam yodlagan so'zining necha foizi u uchun aktiv so'zga aylanishi kerak? Misol uchun men deylik, 100 ta so'z yodlagan bo'lsam, bu endi bir kulli nazar tutilmayapti. Umr davomida yodlangan so'zni necha foizi aktiv holatga o'tgan bo'lsa normal hisoblanadi. O'zi lug'at, aytaylik, umuman olganda lug'at passiv va aktivga bo'linadi. Passiv lug'at doim ko'proq bo'ladi insonda. Passiv lug'at nima deydigan bo'lsak, inson eshitganda yoki ko'rganda aytolmaydi. Yo'q, aytolmaydi, ya'ni tushunadi, tushunadi. Gapirishda yoki yozishda bu aktiv lug'at. Doim passiv lug'at aktiv lug'atdan ko'ra balandroq bo'ladi. Bu tabiiy holat. Va tilni rivojlantirish uchun biz shu passiv lug'atni aktiv lug'atga o'tkazishimiz kerak. Bu qaysi uslubda bo'ladi? O'sha passiv lug'atni ko'proq ishlatish, undan foydalanish amaliyotda shu orqali biz aktiv lug'atga o'tkazamiz. Foizli jihatida aniq ayta olmayman. 40 ga 60 bo'lishi mumkin yoki 30 ga 70 bo'lishi mumkin. Boya buni qisman so'radik. Sun'iy intellektni arab o'rganuvchilarga jiddiy zarar deganda, demak, nima nazarda tutdik? Siz ularda intizom yo'qolib qolishi, men bo'lsam talaffuzni qo'shdim unga qo'shildingiz. Yana bundan tashqari o'sha sun'iy intellektni o'zingiz ham aytdingiz, ingliz tili bilan juda yaxshi chiqishadi dedingiz. Arab tili borasida eng ko'zga tashlangan qanaqangi xato kamchiliklari bormi? Deylik, o'sha assistent sifatida foydalanayotgan paytimizda ham yaqqol ko'zga tashlanib qoladigan va o'quvchilar ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan qanaqangi qo'pol xato kamchiliklari bor sun'iy intellektda? Birinchi boy aytdik, talaffuz. Talaffuz ingliz tiliga juda ham yaqin. Ikkinchisi bu so'zlar tartibi. So'zlar tartibi sof arab tilida bo'lmaydi. Tartibi o'sha arab tili bilan ingliz tilini aralashgani. Shunaqa, ya'ni to'liqligicha undan siz agarda arab tilini o'rganadigan bo'lsangiz, keyinchalik gapirsangiz, o'sha sun'iy intellektdek gapirasiz. Va arablar buni bittada sezadi. Chunki his qiladi. Chunki arablar ham o'zi ham sun'iy intellektdan foydalanadi va sun'iy intellekt qanaqa gaplashishini biladi. Qanaqa so'zlarni va qaysi tartibda ishlatishini biladi. Agarda siz o'sha tartibda o'rganib qoladigan bo'lsangiz, sizga sun'iy intellektdek qarashadi. Nahviy jihatdan nima deysiz? Nahviy jihatdan qanaqangi qoidalari bormi? Ya'ni nahviy jihatdan sun'iy intellektdan ma'lumot olsa bo'ladimi? Masalan, nahv qoida, sarf qoida. Nahv qoidalarini olsa bo'ladi, lekin misollarni olish xato bo'ladi, sababi unaqa darajada yaxshi bilmaydi arab tilini. O'zi bu sun'iy intellekt haqida men juda yaxshi ma'lumotim yo'q. Bularga ham alohida bir programma qilib o'rgatiladimi? Buni ustida kimdir ishlaydimi yoki o'zini o'zi rivojlantiradimi? Bu haqida ma'lumot yo'qmi sizda? Ya'ni, misol uchun deylik, birorta telefonga o'zbek tilini programma qilib kirgizish kerak-da. Sun'iy intellektga ham kimdir shunaqa qilib o'rgatsa kerak deb to'g'rimi? Shunaqa o'zini boshqaradigan odamlari bor, ma'lumotlarni kiritadigan va misol uchun foydalanuvchilar
ishlatganda o'zini o'zi ham rivojlantiradi. Misol uchun siz qaysidir ma'lumotlarni unga aytasiz, bu ma'lumotlarni keyin o'zi saqlab qoladi, keyin o'zini rivojlantiradi yoki o'zini o'sha bazasini to'ldiradi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tartibga ketadigan bo'lsa, mana bu hozirgi aytilayotgan xato kamchiliklar bartaraf etilishi mumkinmi kelajakda deylik o'sha inglizcha so'zlar so'z tartibida qo'shilib qolishi yoki talaffuzga bog'liq muammolar kelajakda hal bo'lib qolishi mumkinmi yoki bu narsalarni ayniqsa talaffuz sabab to'g'rilab bo'lmaydimi? To'g'rilasa bo'lsa kerak, lekin ancha vaqt emas, ancha mehnat talab qilinadi. Endi vaqtda bilmadim, hozir kundan kunga yangi narsalar chiqib ketyapti, rivojlanish bo'lib ketyapti, aniq ayta olmaymiz. Qanchada bu o'zgarishlar ro'y berishini. O'qituvchi ham ko'p takrorlanmaydigan ishlarda sun'iy intellektga o'ziga assistent sifatida qarasa bo'ladi dedingiz. Ayni siz qaysi narsani mutlaq keskin aytgan bo'lardingiz, shu narsani sun'iy intellektga ishonib topshirmaylar, o'qituvchilarga misol uchun birorta vazifani sun'iy intellektga qildirmaylar deb bormi shunaqa birorta fikr? Dars tushuntirish, ya'ni dars jarayonini sun'iy intellektga topshirmagan yaxshi. Chunki dars jarayoni tirik bo'lishi kerak, tabiiy bo'lishi kerak va o'qituvchi va o'quvchi orasida o'sha bog'liqlik bo'lishi kerak. Agarda bunga ham sun'iy intellekt qo'shiladigan bo'lsa, unda hamma sun'iy intellekt bo'lib ketadi. O'sha o'qituvchining ahamiyati ham qolmay qoladi. Shunaqa. Lekin misol uchun imtihonlar tuzish yoki birorta matn tuzish bular uncha ahamiyati ham birorta, ya'ni deylik sun'iy intellekt ham u ba'zan hamma matnni ham o'zi yozmasa kerak, birorta maqoladan olib berishi ham mumkin-ku. O'shaning uchun birorta mavzuga oid maqola so'rashlik, bora jiddiy muammo yo'qmi? Yo'q, lekin misol uchun qiyin mavzularda yoki ahamiyatga ega mavzularda matn yoki ma'lumotlar tuzdirish kerak emas, yoki ma'lumotlarni olish kerak emas. Oddiyroq mavzularda bo'ladigan bo'lsa, unaqa ahamiyati katta bo'lmagan mavzular bo'ladigan bo'lsa, unda albatta ishlatish kerak, bundan foydalanish kerak, vaqtni tejab beradi, mehnatni tejab beradi, foydalanish kerak. Asosiy resurs vaqt tejash uchun demak foydalanishda shunaqa. Voqea o'zimiz tajribamizda bo'lib turgan narsani aytmoqchiman. O'quvchilarimiz bilan sezib qolamiz. Endi qo'lidan kelgancha bekitmoqchi bo'lishadi, lekin biz o'quvchi sifatida sezamiz. Sun'iy intellektni suiiste'mol qilishadi sun'iy intellektda, ya'ni noto'g'ri shaklda foydalanishadi. Misol insho yozishga bersak yoki matndan tarjima qilishga bersak, shuni sun'iy intellekt yordamida amalga oshirishadi. Mana shuni salbiy jihati haqida bu ish qilayotgan o'quvchilarga nima degan bo'lardi? Juda ham qo'pol xato va buni natijalari juda ham ayanchli bo'ladi. Sababi o'quvchi o'zi fikrlashi kerak bo'lgan joyda fikrlashini sun'iy intellektga topshirib qo'yadi. Miya tez o'rganadi bu narsaga. Miya keyinchalik mehnat qilgisi kelmaydi, ishlagisi kelmaydi. Va natijada nima bo'ladi? Natijada o'quvchi hech qachon to'liqligicha tilni egallay olmaydi va to'liqligicha telefonga bog'lanib qoladi sun'iy intellektga. Telefon bo'lmagan paytda u hech narsa deya olmaydi, hech narsa yoza olmaydi. Xo'p, sun'iy intellektdan foydalanish kerak yordamchi sifatida, lekin hech qachon unga asosiy qarorlarni berib qo'yishimiz kerak emas, fikrlashimizni topshirib qo'yishimiz kerak emas. Shunaqa to'liqligicha o'zimiz fikrlashimiz kerak, qarorlarni o'zimiz qabul qilishimiz kerak. Undan faqatgina yordamchi sifatida foydalanish kerak. Xo'p, insholarga keladigan bo'lsak, o'quvchilar yozgan insholari bittada bilinib qoladi. Sun'iy intellektda yozilgani. Sababi o'sha so'zlarni, misol o'qituvchi o'quvchisini biladi, darajasini biladi. Shuni ko'p takrorlaymiz. Darajasini biladi, uni qaysi so'zlarni ko'proq ishlatishini ham biladi-da va qaysi uslubda yozishini ham biladi. Qaysi xatolarni qilishini ham biladi. Shunaqa. U xatolar vaqt o'tgan sari yo'qolishi mumkin, bittada yo'qolib qolmaydi. Va shu sababdan bu narsa bittada ko'rinadi. Ya'ni o'quvchilar o'ylamasa, o'qituvchi sezmaydi yoki e'tibor bermaydi deb. Birinchidan bu o'zligiga zarar. Buni hozir to'xtatish kerak. Osonidan boshlab odam o'zi miyasini ishlatib yozish kerak bo'ladi yoki gapirish kerak bo'ladi. Men bir videoyingizda ko'zim tushganday bo'ldi. Insho yozish masalasida arab tilida gapira olasiz, tarjima qilasiz, lekin insho yoza olmaysiz degan mavzu ko'tardingiz. Adashimiz Telegram postingizdan. Mana shu narsa ham shunga bog'liq bo'lishi mumkinmi? Arab tilini yaxshi bilgan holatida ham insho yoza olmaslik holatiga kelib qolishi ham shuna sababchi bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Sababi misol uchun o'zbek tilida ham hammamiz gapiramiz, lekin hamma ham insho yoza olmaydi o'zbek tilida ham. Hatto ona tilimiz bo'lishiga qaramasdan. Bu ham o'ziga yarasha ko'nikma va buni o'ziga bog'liq taraflari bor.
Misol uchun gapirishga eshitish bog'liq. Ya'ni inson eshitgan narsasi bilan, eshitgan lug'atlari bilan gapiradi va o'qigan lug'atlari, o'qigan narsalari bilan yozadi. Agarda o'quvchida yozish bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, demak unda o'qishda ham, ya'ni mutolaada ham muammo bor. Asos o'sha yerda oldin shu muammoni to'g'irlash kerak, keyin amaliyotga o'tish kerak. Insholarni o'sha muhimi, insho yozishda muhimi bu fikringizni yetkazib berishingiz. Uni strukturasi muhim emas. Strukturani bitta darsda tushunib olishingiz mumkin. Muhimi sizni o'sha fikringizni to'g'ri yetkazib bera olishingiz. Buni bo'lsa faqatgina amaliyot orqali rivojlantirish mumkin. Misol uchun aytaylik, siz oddiy mavzulardan boshlashingiz kerak. Kun tartibi, kuningiz qanaqa o'tdi, o'shani yozishingiz mumkin. Keyin qanaqadir hikoyalar yozishingiz mumkin. Sekin-sekin o'sha insholarga o'tib, keyin fikrlarni berishi, fikrlarni yetkazib berishi, rivojlantirib, insho yozish mahoratini ham rivojlantirish mumkin. Bu hozir yaxshi narsani ko'tardingiz. 4 ta mahorat ba'zilar bilan ba'zan o'rtasida bog'liq bo'ladi. Mana shu narsa yaxshi gap bo'ldi, ayni ichimizda gap bo'ldi. Haqiqatan gapirish bilan eshitishi, bir-biriga yozish bilan o'qishi bir-biriga bog'lashsa to'g'ri bo'ladi. Endi shu insho yozish masalasida qiynaladigan o'quvchilar bilan shu mavzudan sal chekkaga chiqamiz. Ko'proq kitob mutolaa qilish bilan bu narsani tuzatsa bo'ladimi yoki yana boshqa muhim tavsiyalar bormi? Boya aytganimdek, asos bu o'sha o'qish. Chunki inson gapirayotganda miyasi boshqacha ishlaydi, yozayotganda boshqacha ishlaydi. Misol uchun bir xil odamlar zo'r gapiradi, lekin yaxshi yozolmaydi. Yoki teskarisi bo'ladi. Sababi nima deydigan bo'lsak, sababi o'sha asoslarda, eshitishda yoki o'qishda. O'qish o'zi yetmaydi. Albatta amaliyot kerak. Inson o'zining fikrlarini yetkazib bera olishi kerak yozma ravishda. Buning uchun amaliyot kerak, bu ishni qilib ko'rish kerak. Ya'ni qilib ko'rmagunimizcha qiyindek tuyulaveradi. Aslida qiyin emas. Qilib ko'rish kerak. Boshida juda ham qiyin bo'ladi, juda ham sekin yozasiz, juda ham xunuk yozasiz, so'zlarni topa olmaysiz. Bu sekin-sekin rivojlanadi, sekin-sekin yaxshilanadi. Albatta ustozning nazorati, ustozning o'sha xatolarni to'g'rilashi bilan. Bir usuldan foydalanamiz. Shu usul haqida fikringizni bilmoqchiman. Deylik, ba'zi o'quvchilarga insho yozishga beramizda, o'sha insho yozishga buyruq bergan paytimizda ularga qo'shimchasiga ruxsat beramiz. Aynan o'sha mavzuda birorta video, o'sha mavzuda birorta matn topib o'qib, o'sha matn asosida yozishini mavzu. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi ish beradigan usulmi? Yaxshi. Buni asosiy beradigan foydasi bu lug'at. Lug'at boyligi. Ya'ni lug'at boyligi bilan tanisha oladi. Shu mavzuga oid lug'at bilan tanisha oladi. Keyin o'sha lug'at bilan insho yozish osonroq bo'ladi. Bunda muammo yo'q. Boya yana bitta narsa yaxshi gap aytdingiz, strukturaga suyanib qolmaslik haqida. Hozir sal e'tibor berib kuzatadigan bo'lsak, hamma asosiy ball beradigan narsani struktura deb o'ylab qo'yapti. Bu nimadan kelib chiqdi, shu xatdan paydo bo'lib qoldi o'zi bu narsa. Ya'ni xat yozish kerak bo'lsa strukturaga berilib ketib qolishdi. Salomlar to'g'ri bo'lish kerak, hatto salomlash qismi bo'lish kerak, asosiy qism va hokazoki inshoda ham kirish, tugatish degan qismlar bo'lish kerak. Lekin nimaga shu narsa nima deb o'ylaysiz? Qatdan paydo bo'lib qoldi shu strukturaga bor kuch e'tibor berish bu yerda asosiy narsa qolib, fikr yoritish degan narsa qolib, hamma strukturani birinchi o'ringa qo'yadi. Asosiy sabab o'ylaymanki, o'quvchida, aksariyat o'quvchilarda fikr bildirishda muammo bor. Va buni qisqa vaqt ichida to'g'irlash juda ham qiyin. Qisqa vaqt ichida nima qilish mumkin? O'sha strukturani ideal qilib o'rganib olish mumkin. Va keyin hamma yoqqa o'sha strukturani tiqishtiraversa bo'ladi. Asosiy sabab shu deb o'ylayman, ya'ni osonligi. Muammoni hal qilish o'rniga muammoni bekitishdi. Shunaqa. Rahmat sizga kattakon, ajoyib suhbat uchun. Bu zamonaviy holatda hozir til o'rganish bilan bog'liq muammolar, tuzatish bilan bog'liq maslahatlar uchun sizlarga ham rahmat kattakon chaqirganingiz uchun. Salomat bo'linglar, juda ham xursand bo'ldim suhbatdan. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha.